yana safarga otlandik. 15 bizni Istanbulga bo'lgan parvozimiz mana shunday davom etadi. Istanbulga ham kelib oldik. Endi yog'iga sayrimizni davom ettiramiz. $100 almashtirdik, 3200. Svejiy qilib tayyorlab beryaptilar. Reklamani ko'ryapsizlar, odam chaqirishi. Hoppa, молодец. Yap yo'q. Taksichalarni olib qo'ygan. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. 1609-yilda ochilib, 1617-yilda bitgan Sulton Ahmad masjidi 10 mingta odam sig'diradi o'ziga. Turkiyani eski shahrida joylashgan. Endi buni ichiga kirib, hozir bitta aylanib chiqamiz. Pastda hamnaqa kvartal. Yo'lda masjid mana. Juda ham katta, juda ham chiroyli. Kirish eshigini qidirib yuribman. Muhimi maqsad qo'yishda-da, maqsad shu yerga kirish. Qanaqa yo'llardan bir xil payt pastligiga tushamiz, bir xil payt tor ko'chalarga, qanaqadir muammolar keladi. Ikkita eshikka bordim, ikkovi ham yopiq. Muhimi harakat qilishdi. Hech qachon yengilmaydi, davom etinglar. Qachondir yaxshi bo'ladi. Mana orqa tomoniga keldim, turistik etajli uylar. Ko'rinishdan qaranglar qanaqa. Allohning fazli bilan mana shu yerga ham kelish nasib qildi. Yaxshi niyat qilish kerak, harakat qilish kerak. Mana bismillah. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Güzel. Güzel. Ramar qaraylar, qanaqa massive qilingan. Bitta donasini o'zi 1,5 metrdan oshiq bittasi. Ko'rinishi, haybati odamga yoqadigan darajada. Bismillah. Güzel. Naryoqda tushunishimcha qanaqadir muzeylar bor. Tushunishimcha bu eski ustunlar bo'lgan. Masjidga kirib mana yotib olib videoga olman. Massive ko'rinish uchun. Juda ham chiroyli qurilgan. Haybati bor, vahshiy katta-da. 16-asrda qurilgan qurilmani qarang. Qarang. Qanaqa katta. Assalomu alaykum. 1607-yilda odamlar nima ishlagan? Sizni ko'rib ta'jubga tushasan. Qurilish qaranglar, sifatini haligacha turibmiz. Go'zal. Men bu qurilishni ko'rib borib, ilhomlanib ketolmadim. Odamlar qanchalik darajada qurilishadigan. Go'zallik, azon ovozlarini eshitib mazali. Alloh shukrlik yetkazib qo'yganim shukur. Mazaligini qarang. Shunaqa zo'r, shunaqa go'zal mamlakat. Shunaqa bolalarning rohatini ko'rib, asnaqa er-xotin aylanib yurish hammaga nasib qilsin. Bugun bayram ekan. Shuning hamma joyda azon aytilyapti. Bugun ro'za tutilar ekan. Ham orqadagi masjid bir paytlar cherkov bo'lgan ekan, keyin masjid bo'lgan ekan. Keyin yana cherkov bo'lgan ekan, keyin yana masjid bo'lgan ekan. Hozir biz mana tepaga
Metroga chiqib ketamiz. Istanbuldagi eng katta masjid Telebashni 2008-yil ochilgan mostdamiz. Hozir metroga chiqamiz, ketamiz. Kechki paytda kruzda Teploxotda aylangan chiqamiz. Farzandlar maza qilishyapti. Metrodan chiqib Javohir Mallga kiryapmiz. Mana keldik, bizani olib yurgan odam bilan berayotgan savollari, mashq ko'rgan joylarning hammasi 2 oy oldin tushunib ko'rdim. Shu joylarni bitta o'tdi hozir momentlar. Javohir Mallga kelsanglar 5-6 etajda eshitdi Iskandari bor, eng yaxshisi shu ekan. Terrasasiga chiqamiz hozir. Juda go'zal joylarga keldik. Hozir Javohir Malldamiz. Aylanib. Bu yo'llarni ham bir ko'raylik. Qizim senga narsa olgani keldik. Sifati yaxshi ekan bular. Magazinlari ko'pligida oyog'im keladi, ularni aylanib chiqqangacha. Butun boshli magazinda bitta bolalarga sportivka yo'q. Ana shu ko'chalar bo'ylab aylanib yuribmiz. Yoqdi. Endi salqin boshlaysiz. Assalomu alaykum. Yangi lokatsiyaga keldik yana. Teploxotga chiqamiz. 70-80 yillik teploxotlar hali ham ishlayapti. Qanaqangi darajada sifat bilan qilingan-da, bu qaraylik, ishlatilgan taxtalari bormi, ishlatilgan temirlari bormi. Tepaga chiqib oldik. Joylasam oilaviy kelish hammamizga nasib qilsin, dam olib, maza qilib. Yaxshi niyat, havas bilan boqish kerak hammaga. Alloh yetkazib qo'yadi. Juda chiroyli masjidlar mana Turkiyadagi eng katta masjid. Most tagigacha 64 metr balandligiga ega. 1,5 kilometr, 1560 metr uzunligiga ega ekan. Живой muzika bilan живой baliq olib kelishdi. Joy.
bo'lyapti? Jahangir. Ha. Jahangir. 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 Nima hozir mashinkalar bilan boraymi endi? O'sha hamma yaxshi ko'radigan Istanbulning tor ko'chalarida yurimiz. Ha qizim? Yaxshi ko'rgan kuzovlarimdan bittasi Retromas. Hozir akvaparkga ketyapmiz. Mashinamiz keldi. Ой, девочки, chiqib oldinglarmi? Как вам? Ana sekin ketyapmiz. Ha? Juda ham ajoyib pastga, hamma joyga elektromobilni qo'yib qo'yishgan. Zo'r. Biz kirib aylanib chiqamiz bu yerga, boshqa aylanmoqda. Ha, rozi erga